Ogohlantiraman. Bu o'yinda siz kladmen bo'lib ishlaysiz. Shunday ekan, o'yinni hech qachon o'ynamang. O'yinda siz endigina shaharga kelgan, pulsiz va tanishlari bo'lmagan kichik giyohvand moddalar sotuvchisi rolida bo'lasiz. Missiyangiz Highland Pointning g'arbiy qirg'og'ida katta narko imperiya tuzish, imperiyangizni kengaytirish va gryaz ishlarni cho'qqisiga chiqish uchun kuchli politsiya organlari va xavfli kartel raqobatlariga qarshi kurashasiz. O'yinda dorilarni tayyorlaysiz, tarqatasiz, yetishtirasiz, jang qilasiz va hamkorlikka erishasiz. Bundan tashqari o'yinni onlayn o'ynasangiz ham bo'ladi. O'yinning nomi quyidagicha. Uni Steamdan $11 sotib olsangiz bo'ladi. Ha, agar rostdan o'ynamoqchi bo'lsangiz, profilimdagi Sindorzbotga ham joylab qo'yilgan. Lekin bunday noqonuniy mazmundagi o'yinlarni o'ynashni tavsiya qilmayman. Videoni esa boshqalar adashib bu o'yinni o'ynab qo'ymasliklari uchun istoriyangizga joylab qo'yish esdan chiqmasin. Siz bilan Sindorzbot bo'ldi.